Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Shohida bot. Bugun bot degan nomimga mos holda botlar uchun ajoyib bo'lgan dastajeniyani topib qo'yganman. Buni bajarish uchun siz umuman o'ynashni bilishingiz shart emas. Shunchaki tirik qolsangiz bo'ldi. Orqadagi fondagi ovozga e'tibor bermaymiz. Yozni qushlari ovoz chiqarishyapti. Men salqinda o'tirman, videoni to'g'ri tushunasizlar. Va videoni boshlashdan oldin esa ko'proq odam ko'rish uchun va aktiv ko'tarilish uchun bitta like esdan chiqmasin va endi meni ko'rayotgan bo'lsangiz obuna ham bosib qo'ying tepa tekin. Sizga ishonchli UC yoki populyarni kerak bo'lsa, mana shu video opisiyatsida UC adminchasini qo'yib qo'yaman. Bemalol kirib xarid qilib olishingiz mumkin. Va sizda 2016-yildan 2022-yilgacha ochilgan guruhlar bo'lsa, uni sotib olamiz. Buni ham opisiyatsida qo'yib qo'yaman adminchasini va akkauntda qadar muammosi bo'lsa, chopib ketgan bo'lsa, buni ham bizda xizmatlari bor, foydalanishingiz mumkin. Xullas, hamma xizmat bor PUBG bo'yicha. Liboya. Bo'lmasam, ko'p gapirmayman. Videomizni boshladim. Birinchi o'rinda ana shu titulimizni ko'rib oladigan bo'lsak, chunki u dastajeniyada titul ham beradi va dastajeniya ham bajarsangiz bo'ladi. Xullas, ana shunaqangi narsa. Xo'sh, akkauntimni titulga kirib olamiz. Mana bu tinchlik sevar degan titulni qanday olishni o'rganib o'tamiz. Buni bilganlar ko'p, lekin qanday qilib oson olishni ko'pchilik bilmaydi va urinib ko'rib ham ola olmaganlar anchagina bo'lsa kerak. Bu videoda nafaqat olishni va qanday qilib oson olishni, qanday olish kerakligini, nima qilish kerakligini bilganimcha tushuntirib boraman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin 11 ta dastajeniya bor. Ularning bittasi men aytgan dastajeniya, ya'ni mana bu komandosni ham yaqinda bajarsam video qilaman. Va buni yonidagi esa 100-leveldagi va mana shu dastajeniya hozirgi men aytgan dastajeniya buni bajarsangiz titulni sizga beradi. Xo'sh, buni qaysi titulligini, qaysi dastajeniya bilib oldik. Endi buni biz hozir bajarib chiqamiz. O'zim buni bajarib bo'lganman, lekin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun qaytadan yana bajaryapman. Bo'lmasam ko'ringlar. Buni bajarish uchun siz eng zo'ri Nusa kartasi o'ynashingiz kerak va qaysi rejimda o'ynayman deydigan bo'lsangiz, faqat solo o'ynashingiz kerak. Reytingli solo bo'lishi kerak. Boshqa rejimda bu hisobga o'tmaydi va solodagi rangingiz kamida platina bo'lishi kerak. Ya'ni platina yuqori bo'lsa bo'laveradi, lekin platinadan past bo'lsa hisobga o'tmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'lishingiz kerak shu tomonlamada. Chunki bajarib chiqsangiz u titulni bermasa, qilgan mehnatingizga achinib qolasiz. Voy, bu yerda odam to'g'risi bajarishimga ozgina aqlim ishonmay turibdi. Mana bu emosiyalar qilib tashyapti. Mayli. Xo'sh, birinchi navbatda bizning qiladigan ishimiz kartani chekkaroq joyga tushishimiz kerak. Chunki bizning yonimizda odam, bot bo'lishi umuman kerak emas. Iloji bo'lsa, yoningizda mashinami, transport bo'lsa yaxshi, chunki biz bitta ham odam o'ldirmasdan to'p bura olishimiz kerak. Endi eshitganlar, qanaqasiga to'p bura olish mumkin odam o'ldirmasdan desingiz mumkin, shunaqasiga. Xo'sh, bironta mashina bo'lsa yaxshi, chunki bironta bot kelib qolsa, bot sizni ta'qib qilaveradi, nadel qiladi, otor, keyin info berib qo'ysa, bironta odam sizni ko'rib qolsa, otib qo'yishi mumkin. Chunki bot kelsa, sirazi mashina minib menga qo'yib qochib ketasiz. Misol uchun mana men ham chekkaroq joyga tushdim. Bu yerda transport ham bor. Loot qilish shart emas, chunki odam o'ldirmaysiz. Bo'lmasam biz chekkaroq joyga tushdik. Tezroq. Yot endi. Birinchidan o'ldirishyapti, lekin ko'pchilik Nusada bitta joy bor, anchaki ko'pchilik tushadi, как будто bizda bootcamp hamma tushadi-ku. Bunisi betga tushadi, anaqa joyi bor, sentral joyda otishi o'lib, qaytib tushib, shunaqangi narsalari bor. Va Nusa kartasining yana bitta yaxshi tomoni bor. Buni ko'plar biladi. Misol uchun to'satda kimni sizni otib qo'yadigan bo'lsa ham, o'yinning yarmigacha siz qaytadan tirilasiz. Buni yaxshi bilasiz. Shu tomonlama ham sizga ancha udobli mana shu Nusa kartasi. Bo'lmasa biz kutamiz odam kamayishini va zona bo'ylab sekin-sekin harakat qilib boramiz. Va eng glavnisi, har ehtimolga qarshi sumkangizni aptechkaga to'ldirib oling. Agar oxirdagi odam bilan kelisha olmasangiz, aptechka bilan hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Nega unaqa deyapman? Oxirida bilib olasizlar. Men esa zona yurishni boshladim. Men esa sekin-sekin mana bu yerdan chekkalab zona qarab ketyapman. Bizda mashina bor.
Oh, ko'rmadi. Yo, ko'rsa ham ko'rmaslikka oldimi? Yaxshi. Sekin-sekin ketishni boshlaymiz. Biz o'rtaga kirmaymiz, chekka-chekka yuramiz, chunki sentrda odam ko'p bo'ladi, bizga odam aytgandek kerak emas. Işte biz sekin-sekin zararimiz tegmasdan yuramiz. Va mana bu yerda bitta odam ko'rib qoldim. Bu ham xuddi menga o'xshab umuman luti yo'q, ana shunda turibdi. Sakrayapman lekin ko'rmadi. Bo'lmasa bu ham xuddi men bajargan dastajani bajaryapti, chunki boshqa dastajandan qanday qurol surish shart emas-da. Chunki qurol olsangiz ham bo'laveradi-yu, otsangiz ham bo'laveradi, lekin odam o'ldirmagandan keyin olishni ham, otishni ham kerak yo'q-da. Odam qani? Yo'qda ekan bu. Buni internet qotyapti. Internet qotyapti. Yoniga boramiz, xavfsiz, chunki uni quroli yo'q, menda ham yo'q. Yotishini qaranglar. Va agar oxirida ikkilanib qoladigan bo'lsak, bunga men to'g'ri berib yuboraman, sababi men bajarib bo'lganman. Bu esa bajarmagan ekan. Odamiylik. O'zi bitta odam qolibdi. Bizdan tashqari. Bu o'zbek emas ekan, bu bilan men tushuntira olmadim. Bu dedi gapiga tushunmadim. Xullas, endi 3-odamda izlashimiz kerak. Eng to'g'ri yo'l oxirida shu bitta odam qolgan bo'lsa, shu sakrab kelishish boshqa yo'li bilan qiyin. Aptechka urish, boshqa qilish вообще qiyin. Aptechkani nerealni qiyin. Eng zo'r variant oxirida qolgan odamga sakrab shunaqangi do'stlik taklifini berish. U odam qayerda hozir men to'g'risi ko'rmayapman, qayerda bo'lishi mumkin. Xohlagan tomondan chiqib otib qo'yishi mumkin. Pastda yo'lda otib hozir pastdan chiqqan bo'lishi kerak, chunki pastga zona kelib bo'lgan. Pastda ko'ringandek bo'lyapti lekin bu tomondanmikan yo'q. Boyagi odam qani? Ahamiyatli ekan. Qanday endi? Turishini qaranglar. Hozir men bunga yordam beraman. Agar u odam narigi odam kelishmasa uni otib tashlayman desam, qurolim yo'q, ko'rmasam ekan. Pichoq so'yman, pichoq so'yib tashlayman. Pastda ekan. Daraxtga turibdi. Sakra. Demak, o'zbekmi ekan? Agar o'zbek bo'lsa-yu, kelishib olsak bo'ladi, chunki kartada 5-6 o'zbekni otganini ko'rgandim. Qoch otib qo'yish mumkin. Ana kallasi ko'rindi. Otmoqchi, o'ylab turibdi. Otmoqchi. Agar qurolim bo'lganda o'shadan otib tashlab, men bunga yordam bergan bo'lardim. Aksiga olib, bu yerda hozir meni qurolim yo'q. Va tepada qushlar ham g'ijir-g'ijir qilib kayfiyat belgi tepishyapti. Sakra, naxuy yashayapsan, deydi-yu. Men otishini. Beg'ubor. Shu qirosi odamni ko'rsam bir beg'ubor ko'rinadi ko'zim. Yana odam, qoch. Garaymi, meni ko'rmadi. Bomba bilan o'ldish harakati ko'raman. Agar o'lib qolsa, uni otib qo'ydi hozir. Otma. Gap yo'q. Nishonga tegdi. Endi buni so'yamiz. Pichoq, yaxshidan pichoq bor. Ana. Sal qoldiga azin kecha qo'yganimda bor-ku, bu odam shuncha qilgan bir tiyin bo'lardi. Bo'lmasam biz birotaga yordam beramiz-da. Muhimi tushuntira oldim. Shunaqangi oxirida sakrab odam o'ldirmasdan to'g'rosangiz bo'ldi, sizga natijani beradi. Boshqa qiyinchilik tomoni yo'q. O'ylaymanki, orqadagi qushdak ovozlari meni ovozimga unchalik ta'sir qilmadi, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana shunaqangi tarzda albatta siz ham bajarib titulni olishingiz mumkin bo'ladi. Agar videoning foydasi tekkan bo'lsa, haligacha like bosmagan bo'lsangiz, albatta bosib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.